Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Bugungi juma suhbati ko'rsatuvimizda jamiyatimizda dolzarb bo'lgan muammolardan biri, salbiy illatlardan biri bo'lgan o'zganing haqqiga qilinadigan tajovuzlar xususida, uning oqibatlari, qiyomatda uning so'rov-savollari xususida gaplashamiz, suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar Yoshnobod tumanidagi Islomota jome masjidi imom xatibi ustoz Yo'ldoshola domla Karimov bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Studiyamizga xush kelibsiz. Domla, bugun kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali hayotimizda ko'p uchratadigan holatlardan biri ba'zida plastik kartaga har xil kodlar yuborish orqali yoki Telegram kanaliga bu kanalga a'zo bo'ling yoki bu dasturni o'zingizga o'rnatib oling kabi har xil aldovlar bilan sizning yoki shu fuqarolarning pullariga hujum qilayotganlar, ularning pulini yomon yo'llar bilan olib qo'yish holatlariga ko'p duch kelmoqdamiz. Ayniqsa onlayn aldovlar hozir ayni avjiga chiqqan payti. O'zganing haqqiga tajovuz qilish, bularni bir-biridan bo'lgan haqqiga qo'rqmasdan uni o'zida qabul qilib olishi dinimizda nima deyiladi, shariatimizning ko'rsatmalarini bir eslab o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vahdahu va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlarimiz bo'lsin. Haqiqatda bugungi kunda hozir siz ko'targan masala bu jamiyatimizda, xalqimiz orasida juda bir og'riqlik, insonni qalbini xira qiladigan eng yomon bir firibgarlik, eng yomon bir tajovuz, gunohlar haqida bir masalani ochdingiz. Albatta dinimiz bu masalaga keraklicha Qur'oni Karim oyatlarida, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hadislarida go'zal ta'limotlar bor. Insonni dunyo hayotida yasharkan inson uchun nima manfaat bor, nima foyda bor, albatta dinimizda go'zal ta'limlar ko'rsatilgan. Nima yomon, nima gunoh, hamma yomonliklarni ham dinimizda buni go'zal holatda ko'rsatib berilgan. Keling shu bugungi kunda hozirda ko'tarilgan masala odamlarni yonidagi o'sha plastik kartasi bo'lsin, yoki bir insonni haqqini o'zlashtirish bo'lsin. Keling shu masalada biz bir narsaga to'xtalsak. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo insoniyatni bu dunyoga imtihon qilish uchun yaratgan. Bu imtihon dunyoda bir qancha muddat yashaydi. Nari borsa boring 100 yil yashar. Ammo banda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda birinchi bo'lib bandani qadamini bir qadam siljitmasdan turib undan bir nechta savollar so'raladi. Shu savollar ichida bandani qayerdan topgan mulki, boyligi, dunyosi haqida so'raladi va uni qayerga ishlatganligi haqida so'raladi. Qarang, mana shu joyda o'zida ikkita masalaki, bir inson dunyoda bir kasb qiladi, mehnat qiladi, biror kasbi kor bilan dunyoda mashaqqat bilan halol kasb qiladi. Ammo u kasb qilishlik bir masala bo'lsa, endi halollik bilan ro'zg'or tebratsa, halollik bilan yashasa bir masala. Ikkinchisi endi o'sha topganini ham qaysi yo'lga sarfiyot qilgani ham so'ralar ekan. Endi hozir bu joyda ko'tarilgan masala dinimizda gunoh deb nomlangan birovni haqqi, birovni haqqiga tajovuz qilishlik, firibgarlik yo'li bilan, aldov yo'li bilan o'zlashtirishlik. Endi Allohning huzuriga borganda bandani bir qadam siljitmasdan turib topgan dunyosini qaysi yo'l bilan topganligi haqida degan savolni o'zida bu bandalar qanday javob berarkinki, odamlarni hozir shunaqangi odamlar toifasi chiqib ketdiki, hayoti, umri, topayotgan mablag'i faqat birovlarni haqqini nohaq yo'llar bilan, firibgarlik bilan o'zlashtirishni o'ziga kasb qilgan.
Endi uni hayoti shu bilan davom etyapti. Endi uni qayerga ishlatish emas, uni o'zi harom yo'l bilan topgandan keyin xalqni, millatni, o'zini vatandoshini, mol mulkini aldov yo'llar bilan qo'lga kiritishligini o'zi, agar u inson ongi bo'lsa, aqli bo'lsa, bu narsani bir o'ylab ko'rish kerakki, dunyoda mayli 100 yil firibgarlik qilib yashar, lekin bir kun albatta Allohning huzuriga borgandan keyin u qilgan ishlari uchun, firibgarligi uchun, birovlarni haqqini nohaqdan o'g'irlik yo'l bilan, zulm yo'li bilan o'ziga o'zlashtirgandan keyin endi uni holi voy bo'lishligi, bu albatta dinimizda juda ham buni ochiq oydin ko'rsatilgan. Endi biz ham endi bu joyda xalqimizga bu narsani aytib, mav'izalarda, juma mav'izalarida, jamoat joylarida ulamolarimiz ehtiyot bo'linglar, hushyor bo'linglar deyiladi, lekin bu firibgarlar, bu aldov yo'li bilan hozir mana ilm fan rivojlanib, internet sohasi, onlayn sohasida odamlar mana shu ilmni to'g'ri yo'lga ishlatish o'rniga odamlarni haqqini yeyish, odamlarni molini o'zlashtirish yo'li bilan bular o'ziga shuni kasb qilib oldi. Aslida bir odam ko'chada tilamchilik qilayotgan bo'lsa, o'shanga inson qanaqa qilib bir nafrat ko'zi bilan qaraydi. Yo'inki shu qilayotgan ishidan norizo bo'ladi, shu tilamchilik qilyapti, ki shunga bir kasbkor qilay deb, biz atrofimizda bilgan bir qancha odamlar bor. Ki shu odam mehnat qilsa bo'ladi-ku, soppa-sog' ekan-ku deb o'zimiz guvoh bo'lganmiz. O'sha yaxshi bir tadbirkor odamlar haligini qo'lidan ushlab, yur, ishlasang, halol mehnat qilsang, men seni ishxonamga olib boraman, odamlardan so'ramagin, balki o'zing mehnat qilgin deb Rasulimiz alayhisolatu vassalom ham mana shu narsani qo'lini uzatib birovlardan so'rashlikni qaytarganlar. Ammo bu joyda harom yo'l bilan, firibgarlik bilan, aldov yo'li bilan odamlarni mablag'ini o'ziga o'zlashtirib olishlik bu dinimizda ham o'g'irlik deyiladi, ham bu eng katta gunohlardan biri hisoblanadi. Albatta buni dunyoda tavba qilib qolsa, xo'p, yaxshi, lekin agar shu holatda dunyodan o'tsa, uni ishi qiyomat kuni juda og'ir va alamli azob bo'ladi. Tashakkur domla. Qiyomat kunida bu har bittasi so'rov savol bo'ladi. U aniq. Endi ko'pchilik qiziq bo'lishi mumkin. Banda bilan bandaning o'rtasidagi haq bilan Alloh taoloning huzuriga kelsa, uni qanday oqibatlar kutib turadi va bunday holatga tushib qolmaslik uchun hayotimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Shu o'rinda dinimizda haqlar deganda ikkita haq bo'ladi. Birinchi haq Alloh bilan bandaning o'rtasidagi haqlar hisoblanadi. Albatta bu haq eng katta mas'uliyatli haq. Chunki Alloh taolo bandani o'zi yo'qdan bor qilgan o'zi, umrini, rizqini bergan o'zi va o'sha bandaga endi ne'matlar berib, bandani tepasiga bajariladigan ibodatlarni, haqqlarni ham Alloh taolo buyurib qo'ygan. Farz amallar bor. Mana endi bu haq Alloh bilan bandani o'rtasidagi haq. Agar banda mana shu haqlarni go'zal suratda ado qilsa, mukofoti jannat ekanligi ham aytilingan, jannati darajalari ham aytilingan. Agar bu haq endi u banda buni kech qoldirdi, sustkashlik qildi, endi Allohning huzuriga borganda bu qilmagan amallari uchun yoki sustkashlik qilganligi, dangasalik qilganligi uchun Alloh xohlasa kechadi, xohlasa kechmaydi, xohlasa uni avf qilib jannatga kirgizadi. Banda bilan o'rtasidagi bu haq bu Allohning ishi. Ammo ikkinchi haq bor. Bu ikkinchi haq banda bilan bandani o'rtasidagi haq. Bu haqqa Alloh taolo aralashmas ekan. Bu haq shunday haqki, o'sha haqdor odamni rozi qilmaguncha u bandadan savol javob, bu mas'uliyat, bu azob ko'tarilmas ekan. Endi bu narsa dunyodan o'tib oxiratga qolib ketadigan bo'lsa, bunda juda achinarli bir holat bo'lar ekan. Dunyoda bo'lsa-ku, shuning uchun oldin ulug'larimiz, taqvo zotlar, solih bandalar, qalbida zarracha iymoni bor odam
bunaqangi bandalar o'rtasidagi haqni qiyomatga qolishligini juda ham bir dahshat, bir katta bir ayanchli bir musibat deb bilishgan. Haqiqatan musibat, katta bir achinarli holat qiyomatga qolib ketishligi. Shuning uchun dunyoda bor bisotini berib bo'lsa ham, dunyoda bor imkoniyatini ishlatib shu bandani rozi qilib qolishlik imkoni bor. Bandada uni qalbi yumshab, muhtojligini aytsa, shu narsani haqqini ado qila olmayotganligini aytsa, uzrini aytadimi, ishlab beradimi? Buni imkoni bor dunyoda, lekin oxiratga qoladigan bo'lsa, unda juda ayanchli bir holatki, Alloh taolo ikkita bandani bir-biriga ro'para qilar ekan, haqdor o'zini haqqini so'rar ekan, ya'ni zulm qilgan odamni esa endi beradigan na mablag'i bor, na u joyda tanish bilishi bor, na u bir joydan bir qutulib ketadigan, birovni nomini sotib yoki birovni iltimos qilib qutuladigan joy emas. Endi Allohning huzurida bo'lgandan keyin endi nima bilan qutuladi desa, o'sha haqdor odam o'sha zulm qilgan odamni savobini haqdorga olib berar ekan. Mabodo o'sha savoblarini, yaxshiliklarini olib berishlikda o'sha amali tugab qolsa, endi haqdor odam uni gunohini unga olib berar ekan. Demak, qiyomat kuniga qolib ketsa, mana shunday bir alamlik bir holat bo'ladiki, dunyoda qiylanib amal qilib to'plagan yaxshiliklarini ham endi o'sha qarz evaziga yoki dunyoda o'sha bir narsadan haqdor odamga dunyodagi barcha qilgan yaxshiliklarni unga berar ekan. Agar yaxshiligi qolmasa, u gunohni yuklab qo'yar ekan. Shuning uchun bu dinimizda bu haq egalariga qiyomatga qolmasligi uchun yoki mana ahli ilmlar, ustozlarning oldilariga tadbirkorlar, sheriklik bilan ish qilayotganlar husumat qilib kelishadi. Ustoz, shunaqa bir ish boshlovdik, kelishmay qoldik, o'rtamizda adovat paydo bo'ldi, bir-birimizga mana shunday bir ishimizni kelisha olmay qoldik, buni hal qilib bering, mana shu qiyomatga qolib ketmasin degan ma'noda kelishadi. Iloji boricha ustozlar ana shuni qiyomatga qolmasligini tushuntirib, ularning o'rtasini dunyoni o'zida isloh qilib olishlikni ta'limoti beriladi. Endi bu narsa shunchalik bir achinarliki, dunyoda o'zi yashaydigan umri hech qancha vaqt emasda, lekin bu qiyomatga qolib ketishligi eng katta musibat hisoblanadi. Shuning uchun bu haqdorlar oldi-berdi masalasi, qarz havola, bu narsani dunyoni o'zida haqdorni rozi qilib qolish kerak. Bunga bitta misol aytamiz. O'rni kelganda buni eslasak yaxshi bo'ladi. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi otalari anhorda bir olmani bir tishlam yeb, keyin buni egasini haqqini rozi qilay deb o'sha anhor yoqalab borganlarida, ya'ni bir bog'ning ichidan suv o'tgan ekan. Qo'llaridagi olma qarasalar o'sha bog'ni olmasi. Bog'bonga borib, shu olmani bir tishlab yeb qo'ydim. Buni sizdan so'ragani keldim haqqini deganlarda, ya'ni bog'bon undan rozi bo'lmaydi. Ya'ni uylarda, o'sha bog'larda bir qancha muddat ishlab berishligini so'raydi. Va o'sha bog'bon qizini keyin o'sha yigitga turmushga beradi va o'shalarni bir anhorda oqib ketayotgan bir olmani haqqini ado qilgan taqvoli yigitdan va o'sha bog'bon pokiza dehqon bog'bondan tug'ilingan farzand Imom Azam rahmatullohi alayhi buyuk bir zot, mazhab boshi. Qarang, ularni birovni bog'idagi bir dona olma u tegmasa oqib o'tib ketadigan. Ya'ni o'sha bir dona olmani ham haqqiga shunchalik taqvo qilib, shunchalik birovni haqqiga xiyonat qilmagan zotlardan, farzandlaridan buyuk zotlar chiqqanligi tarix bunga guvoh. Bir Imom Azam rahmatullohi alayhi gazlama mato bilan shug'ullanganlar, tijorat bilan bir kuni do'konlarida ya'ni sotuvchi yollaganlar shu gazlama matoni bir endi sortiga hisoblanadigan bo'lsa, birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort deb, ya'ni yaxshisi, sal sorti pasrog'i deb mo'ljallanib sotuvchisiga aytdilarki, mana bu molni narxi arzonroq, chunki bu sorti pasroq. Shunaqa qilib aytib soting debdilar.
bir karvon kelibdida bir yurtdan haligi do'kondagi hamma molni sotib olib ketibdilar. Imom Azam rahmatullohi do'konlariga kirsalar, sotuvchilari molni sotib oldim, karvonda bir yurtdan, falon yurtdan karvon keldi, ular tomonda bularning narsalari qimmat ekan, do'konimizdagi hamma molni olib ketdilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi haligi aybi bor molni aytdingizmi, aytib sotdingizmi deganlarida, keyin haligi sotuvchi bunga bee'tibor bo'lib qolganligini bilib, molda shubha uyg'ondi deb u karvon qayoqqa ketdi? Falon joyga. Imom Azam rahmatullohi alayhi haligi molni sotib olganlarni ketidan bir kundan keyin yetib olgan ekanlar. Borib, mana shu bizni do'kondan narsa olgan ekansiz, shunaqa deb haligi holatda aytsalar, sotib olgan tijoratchi, tujjor Imom Azam rahmatullohga qarab, yuzlanib, sizni nima narsa majbur qildi meni orqamdan kelib shu narsani qaytarib berishligingizga deganlarida, ha biz Rasulimiz alayhissalom birovni haqqi, birovni haqqidan hazar qilish, birovni haqqini yemaslik, yolg'on savdoda yolg'on ishlatmaslik haqida u insonga ta'lim beradilar. Shunda haligi odam turib aytadiki, sizni bu halolligingiz, bu taqvoyingiz, bu sodiqligingiz meni lol qoldirdi. Men ham sizlarni aldagan edim. Sizlarga berilgan mablag' soxta edi. Soxta mablag'ga olib ketgan ekan. Ya'ni hozirgi davrga o'xshab haligi mablag'larni soxtalashtirish o'sha davrda ham xuddi shu narsa bo'lgan ekan. U kishimni taqvosi qarang, o'zi uchun ham foyda bo'ldi-da. Keyin haligi odam u kishimni taqvolariga, ilmlariga, u zotni halolliklariga tan berib, tasanno aytib, haligi toza, haqiqiy, pokiza mablag'ni qaytarib berganligi aytiladi. Qarang, bu zotlarni hayotlarida birovni haqqiga xiyonat qilish u yoqda tursin, savdoda ozgina yolg'on aralashib qolganligidan, shunchalik halolligidan bu zotlar bir buyuk Allohning do'stlariga aylandilar. Va xabaringiz bor, mana 4 ta mazhab ahli sunna val jamoa dunyoni 50% hozirgi kunda Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhabida ibodatlar qilinadi. Tashakkur domla. Hayotimizda yana bitta katta illatlardan biri qimor o'yinlari. Ba'zilari uni onlayn tarzda o'ynash holatlari. Avvalgilarga o'xshab bir xonaga kirib turib, u yerda qarta tashab, bu o'ynashlardan tashqari hozir onlayn qimorlar ham juda ham to'lib toshgan. Ayniqsa yoshlarimizda bunday holatlar ko'p kuzatilmoqda. Yoshlar deymiz-ku, lekin yoshi katta, ancha aqli raso bo'lgan, umuman olganda oilasini ta'minotiga to'laqonlik kirishgan kishilarda ham bu holatlarga duch kelib qolish holatlari bo'lyapti. Va eng ayanchli oqibatlardan biri juda katta qarzlarga tushib, bu narsadan katta pulga yo'qotish bo'lgandan keyin o'zining joniga qasd qilish holatlari kuzatilmoqda. Bu o'zi qimor nima? Shariatimizda bunga nima deyiladi? Shularga haqida ham gapirib bersangiz. Haqiqatda bu aytib o'tgan ko'tarilgan gunohlardan biri hozir jamiyatimizdagi eng yomon gunohlardan biri bu qimor masalasi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shu gunohlarda qatorida xosatan qimorni ham keltirib, shaytonni iflos ishlaridandir deb Alloh taolo ogohlantiradi. Ya'ni oddiy gunoh emas, balki bu shaytonni iflos ishlaridan ekanligini aytib, yomon ekanligini Alloh taolo buni qoralagan, bu gunohligini ogohlantirgan. Haqiqatda inson ilm bilan ko'p narsaga erishadi. Hozirgi kunda o'sha ilm bilan odamlar internetda shunaqangi ko'p ilmiy ishlarni, yaxshi ishlarni ham qilyaptilar. Lekin shu bilan birga o'sha ilmdan odamni o'zi qalbi qora bo'lsa, qalbi shunchalik fasodga to'lgan bo'lsa, demak u yaxshilikni ko'rmas ekanda, o'sha oldidan chiqqan nimaiki bo'lsa yomonlikka ishlataverar ekan. Mana shu ishlar ichida men Qur'oni Karimdan bir oyat keltirmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo
Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo taqvo qilinglar deydi. Taqvo qilinglar. Mani huzurimga qaytib keladigan kunga taqvo qilinglar. Dunyoda sizlar nima kasb qilgan bo'lsanglar, o'shanga yarasha yo jazo yo mukofot deydi. Va hum la yuzlamun. Alloh zulm berguvchi zot emas. Bu joyda mufassirlar kasbdan murod deganda inson dunyoda yaxshi amal qilishlikni o'ziga kasb qilib oladi. Bir odamni ko'rsangiz, u odamning qilayotgan ishi yaxshilik, savob ish. Qalbida ham xuddi shu. Bosayotgan qadami ham shu. O'y fikri ham shu. O'ziga kasb qilib oladi nimani? Yaxshilikni. U odamni ro'parasidan nima chiqsa, yaxshilikka ishlatadi. Ikkinchi odam esa gunohni o'ziga kasb qilib oladi. Yurish turishi gunoh. Bosayotgan qadami gunoh. O'y fikri gunoh. Niyati ham, qalbi ham gunoh narsalar bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Hozir qarangki, o'sha paytda odamlar qimor deganda bir xonadonga yig'ilib olib, bir makonda, bir maskanda yig'ilib qimor o'ynagan bo'lsa, hozirgi kunda ming afsuslar bo'lsin, o'sha ma'naviyati, ma'rifati yo'q, yoki yomonlikni o'ziga kasb qilgan odamlar ozgina bo'sh vaqt topsa bo'ldi. Telefonini oladi, telefonda qimorni, endi unga ko'pchilik kerak emas, o'zi ham ana shu internetda yaxshilik bilan ishlatiladigan narsani u odam qimorga ishlatyapti. Natijada men qo'shni bir davlatda bir voqeani eshitdik, ya'ni bir qiz o'sha bir yigit o'zini tepaga chiqib tashlab yuborganligi, joniga tajovuz qilganligi, o'zimizda ham shunga o'xshagan bir hijolatlik voqealar bo'lib turganligi nimadan? Mana shu qimorni telefon orqali, internet orqali, onlayn orqali mana shu gunohni amalga oshirayotganligi. Alloh buni nima dedi? Shaytonning ishlaridandir, iflos ishlaridandir deb Alloh taolo ogohlantirdi. Qimor insonni dunyoda o'zini ham, obro'sini ham, oilasini ham, farzandlarini ham va olar oqibatda iymonini ham iymondan chiqarib oladigan darajaga olib borar ekan. Eng achinarligi, dunyoda inson bo'lib yashab, oila, farzand, zurriyot, el, yurt, oxir alar oqibat o'sha iymoni shuni ham sotib oladigan darajaga borar ekan. U qimor o'ynagandan keyin shayton unga bu narsani ziynatli qilib ko'rsatar ekanda, shayton ishi, vazifasi insonni gunohga mashg'ul qilish. Birorta odamni qo'lidan ushlab shayton mana buni qilgin demaydi. U faqat gunohlarda u insonni ko'ziga ziynat qilib ko'rsatadi, xolos. U ham o'zi aslida sanoqli ish. O'sha qimor, sanalgan ishlardan, zino, poraxo'rlik, yoki o'g'irlik qilish, bular o'zi yaxshiliklar sanoqsiz, lekin gunohlar o'zi sanab berilgan. Mana shuni qilmanglar, yaqinlashmanglar, bu shaytonning amallaridandir deydi, lekin shayton ularga ziynat qilib ko'rsatsa, hozirgi kunda o'zimiz bilgan ba'zi bir odamlarni ham ko'rib qolyapmizki, o'sha qimor bilan mashg'ul bo'lib, natijada qarindosh urug'ini oldida ham, boshqalar oldida ham qarzga botib, hattoki farzandlarini uylashga ham, qizini chiqarishga ham imkoni qolmay, hattoki yashayotgan maskanini ham sotib, kechirasiz, xalqimizda bir yomon gap bor, kafangado bo'lib, ya'ni kafanga ham muhtoj bo'ladigan darajaga borib qolayotganligini, buni yomon illat ekanligini hamma ko'rib, tushunib, bilib turibdi. Alloh saqlasin bu qimordan, chunki bu qimor insonni sha'nini ham, obro'sini ham insoniylik qiyofasidan chiqarib yuboradigan bir eng iflos shaytonning ishlaridandir deb Alloh taolo buni bejizga bandalarga ogohlantirib aytmagan. Bu millatga bu hozirgi mana shunday bir rivojlanib, har tomonlama mana bu islom sivilizatsiyalari, mana bu butun dunyo xalqlari oqib kelyaptiki, mana o'zimiz ko'ryapmiz. Hattoki buni bilet olib kirishlikka odamlar navbatda turibdi. Shunday bir go'zal ishlar bo'layotganda,
har tomonlama yangiliklar bo'lib turgan paytda inson yana o'zini tubanlikka, yana o'sha gunohga, yana o'sha ma'siyatga inson o'zi qo'li bilan mehnat qilib, ozgina bir xizmat qilib topish kerak bo'lgan narsani bular o'sha qimor yo'li bilan, o'sha gunoh yo'li bilan bu gunoh ma'siyatga o'zini ham, oilasini ham mana shu yo'lga olib kirishligi endi bu gunohlarda kattalaridan biri hisoblanadi. Buni ketidan inson hamma gunohlarda qo'shimcha bo'lib ketaveradi. Haligi Aroni aytadi, umul habois, gunohlarda onasi. Uni qilgandan keyin boshqalarga ham yo'l ochiladi-da. Xuddi mana shu qimorga botgan odam endi qarzdor bo'ldi, uyini ham sotdi. U odamga nima bir joyda yaxshilik, haligi ozgina imkon ochilsa, ozgina foyda ko'radigan joy bo'lsa, o'shanga ham ketaveradi. Birovni haqqiga xiyonat qilishmi, o'g'irlikmi? Endi shu yo'lga kirdimi, bo'ldi, endi chiqib ketish yo'lini qidirmaydi-da, balki yana o'sha gunohdan boshqa gunohlarni qo'shimcha qilib davom ettirib, o'g'irlikmidi, qotillikmidi, alar oqibat bora-bora dunyoda iymonsiz ketib qolish xavfiga ham darajaga borishligi mumkin. Tashakkur domla. Shu o'rinda siz bir yaqiningiz, qo'shningizmidi yoki bo'lmasam biror qarindoshingizmidi shu qimor o'yiniga sizdan boshqa maqsadda pul so'rayotganiga bilib qoldingiz. Siz bilmaysiz, men uyimda ro'zg'orim yo'q yoki shunaqa holat, menga ozroq qarz berib turing yoki yordam qilib turing deyapti, lekin uni alal oqibat surishtirsangiz, u mana shunaqa nojo'ya yo'llarga, har xil onlayn qimorlarga tikayotgan holatlarga guvoh bo'lib qoldingiz. Bunaqa holatda pul bermasa bo'ladimi yoki aynan shu silay rahim yoki qo'shnichilik haqqini afzal tutib bergan afzalmi? Yaxshi bir ajib bir savol berdingizki, inson Rasululloh akram alayhisalom bir hadislari bor, bir odam bir gunoh ish qilib turgan bo'lsa, uni borib qo'li bilan qaytarishlikni buyurganlar. Agar shunga imkon bo'lmasa, tili bilan qaytarishlik. Agar unga ham imkon bo'lmasa, qurbi yetmasa, shu gunoh ish bo'lyapti-ku deb shu joydan nafratlanib ketishlik iymonning eng zaifidir deganlar. Endi qanaqa qilibki siz bu narsani mabodo uni qimor uchun tikib, qimor o'ynab mana shu narsaga sarflayotganligini bilib, unga pul bersangiz, yordam bersangiz, o'sha gunohga sherik hisoblanadi. Shuning uchun agarki qo'shnimidi, yo atrofingizdagimidi yordam so'rab kelsa, mana qarz o'zi masalasi ham bir o'zi katta bir masalaki, qarz sadaqa bergandan ko'ra, ya'ni o'sha qarz bergan afzalroq deydi. Nimaga desa, sadaqani hammaga bersa bo'laveradi-da, lekin qarz olgan odam muhtojligidan oladi o'zi. Shunda odamlar borki, so'rashlikka uyalaydigan odamlar bor. Buni kasb qilgan odamlar ham bor. Lekin mana bu joyda siz unga qarz berib, uni o'sha hijolatli holatdan qutqarib yordam berishligingiz yoki qaytarib bera olmayotgan bo'lsalar, unga ozgina uzaytirib fursat bersangiz, har kuni Xudoning yo'lida shuncha ajr savob qilayotganligiga sherik bo'lasiz. Ammo gunohni qilayotganligini bilib turib, unga bersangiz, o'sha gunohga yordam berasiz-da, o'sha gunohga siz ham sherik bo'lib qolishligingiz bor. Shuning uchun agar gunohga, qimorga, gunoh, ma'siyat ishlarga sarflashligini bilsangiz, albatta bundan tiyilishlik kerak. Tashakkur domla, bugungi shu mavzuyimizni juda qiziqarli qilib yoritib berdingiz. Shu o'rinda shu mavzu yuzasidan kelgan savollar bor ekan, shularga qisqacha javob topsak. Bir inson ilgari birovning haqqini yegan bo'lsa, ammo hozir u odamni topishning imkoni bo'lmasa, qanday tavba qilsa bo'ladi? Banda bir shunda hayot kechirdiki, halol va haromdan, dini diyonatdan uzoqda yashadida, endi birdan Alloh taoloning bir hidoyati bo'lib, u odam qilib yurgan ishlari xato, gunohligini bilib tavba qildida, endi banda bilan bandani o'rtasidagi haqlarni ham endi joyiga qo'yishim kerak. Endi tavbam qabul bo'lishligi uchun Alloh bilan o'zimni o'rtamni isloh qildim-ku, lekin bandalar o'rtasidagi haqni ham joyiga qo'yishim kerak ekan degan odam endi u
garchi u qachon necha yil o'tib ketgan bo'lsa ham qat'iy nazar bu haqligicha qoladi. Endi bu odam o'sha odamni qidirdi, izladi, mumkin o'tib ketgandir. Uni endi farzandlari bordir, ularni qidiradi, boshqa qiladi. Agar farzandlari, haqdorlari qolgan bo'lsa, ularga olib borib, otasidan, onasidan, yaqin aka-ukasidan olgan bo'lsa, ularni zurriyotlariga, merosxo'rlarga olib borib bu haqni taqdim qilish kerak. Agarchi buni ham qila olmadi, agar shu haqdorlarni ham topolmadi, endi o'sha haqqini beray, dunyoda bundan qutulay bu omonatdan, qiyomatga qolmasin deb izladi, topolmadi. Endi ulamolarimizni ta'limotiki, bu odam o'sha insonni nomidan o'sha mablag'ni u kishini nomidan bir Allohning yo'lida bir sadoqat qiladi. Uni asl savob haligi haqdorga borib tegadi inshaalloh. Mabodo topolmasa oxirgi o'rinda, chunki shuni qilmasa agar u qiyomatga qolib ketsa, u erta qiyomatda bir ayanchli holatga tushadi. Shuning uchun oxirgi oqibatda shu u kishining nomidan, mana falonchi bandeni nomidan Robbim mana shu omonatni uni nomidan sadoqat qildim deb muhtojlarga sadoqat qilsa inshaalloh bu haqli bo'ladi. Ish vaqtida shaxsiy ishlar bilan shug'ullanib, davlat yoki tashkilot vaqtidan foydalanish ham birovning haqqini yeyish hisoblanadimi? Bu joyda haq jihatidan, ya'ni o'zi gaplashayotgan mavzularimiz ichida, ya'ni firibgarlik, aldov, shularning ichida ish vaqtida o'zini xususiy ishi bilan mashg'ul bo'lishlik, albatta bu o'sha ish beruvchiga, o'sha tashkilotning rahbariga albatta bu xiyonat bo'ladi. Shuning uchun haligi ikki tomon, ish beruvchi, ish oluvchining o'rtasida kelishuv bo'ladi, shartnoma bo'ladi. O'sha shartnomada ish vaqti belgilangan bo'ladi. Soati o'zimizni yurtimizdan olib qaraydigan bo'lsa, ertalabki masalan 9 dan boshlangan bo'lsa, kechki payt 6 gacha. Demak, u haq o'sha ishxonani, o'sha ish beruvchini haqqi hisoblanadi. O'sha paytida endi o'sha ish jarayonida o'sha odam shu ishga mashg'ul bo'lib xizmat qilsa, olayotgan oyligi haqiqiy halollik bilan, poklik bilan qo'lga kiritgan bo'ladi. Agar yo xo'jayin ko'rmayapti-ku, xo'jayin buni eshitmayapti-ku degan ma'noda ish tutadigan bo'lsa, demak bu xiyonat bo'ladi, aldov bo'ladi. O'sha olayotgan mablag'i uning uchun halol bo'lmay qoladi. Mabodo endi bandalik xasta bo'lib qolishligi bor, biror jiddiyroq bir ish bo'lib qolishligi bor, unda xo'jayinga, ish beruvchiga uzrini aytib, holatini tushuntirsa, uni o'rniga boshqa odamni qo'yib ishini davom ettiradi. Bunda bu bandalik endi. Bandani boshida har xil holat, issiq jon. Ammo doimo shu ish beruvchiga, ish qiluvchi odam uni ko'rmayapti deb vaqtidan, boshqasidan chalg'itib bu narsani qilishlik, albatta islom buni qoralaydi. Bu narsani o'g'irlik kerak bo'lsa, u vaqtidan, uni ish vaqtidan o'g'irlik qilayotgan hisoblanadi. Ba'zi odamlar pora berishga majbur bo'lib qoladilar. Bunday holatda pora beruvchi va pora oluvchining hukmi qanday bo'ladi? Bunga endi mashhur Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hadislari bor. La'nat aytdilar Rasululloh. La'nat bo'lsin pora berguvchiga ham, pora olguvchiga ham va o'rtada shularni ishini bitirib berguvchi odamga ham la'nat bo'lsin dedilar Rasululloh. Endi bu hadisga bir e'tibor beradigan bo'lsak, Rasulullоhdek buyuk payg'ambarimiz, Allohning elchisi bo'lgan Rasulullohning tillaridan, muborak tillaridan bu shundoq gunohki, o'sha gunohga la'nat bo'lsin deb aytishliklarini o'zi insonni bir chuqurroq o'ylashlikka sabab bo'ladi. Chunki Rasululloh bu gunohni oddiy bir gunoh ekanligini aytmadilar-da. La'nat bo'lsin pora olguvchiga ham, berguvchiga ham va o'rtada turguvchiga ham. Demak, mana bu narsada hushyor bo'lish kerakki, mana shu pora hozirgi kunda jamiyatni o'rtada turgan, borayotgan go'zal ishlarni muvozanatini buzilishligiga ham sabab bo'ladi. Va juda ko'p ishlarni izdan chiqishiga ham sabab bo'ladi. Insonlarning taqdiri bo'layotgan go'zal ishlarni yo'ldan chiqib, ya'ni jamiyatni buzilishligi,
jamiyatga balo ofatlarni kelishligi shu gunohlarni ko'payishligi bilan insonni boshiga keladigan balolar, sinovlar Alloh taolo baribir imtihon qiladi. Hozir o'sha ishini bitirdimi? Undan keyingi haqdorchi? Masalan, bir odam oddiy misol uloviga yoqilg'i qo'yish uchun turibdi. Navbatda turish kerak edi. Sekin boradida narigi yondan o'tib 5 so'm pul berib turib, uni ishini haq qilib chiqib ketyapti. Vaholanki Rasululloh akram alayhisalom o'sha haligi bir odamni nima dedilar? Chelagiga suv quyib bo'lsa ham, o'zingizni jahannamdan qutqaring. Ya'ni quduq oldida navbat kutib turiladi. Siz suvni olib oldingiz. O'zingizdan keyingi odamni chelagiga suv quyib berishligingizda ham katta ajr bor. Ya'ni odamlar hozirda o'sha pora deganda bu juda ko'p narsani tushuniladi. U tushunali, xalq bu narsani biladi. Pora deganda hozir hamma tushunadigan bo'lgan. Lekin o'sha oddiy bir ishlar ustida ham arzimagan mablag' berib, pora berib, Rasulullohning la'nat bilan aytilgan so'zlariga, hadislariga ro'para kelib qolishligi bu ayanchli gunohlardan hisoblanadi. Qarzini qaytarish imkoniyati bo'la turib, turli bahonalar bilan kechiktirayotgan kishining gunohi qay darajada? Bu albatta hozirgi kunda odamlarni ko'pchiligi bu narsani o'ziga odat qilib oldi. Oldingi davrda, ya'ni birovni haqqidan qo'rqqan, birovni haqqi degan narsani yaxshi tushungan odamlar bu narsadan uyalgan, andisha qilgan. Hozir ming afsuslar bo'lsin, shunaqangi odamlarni soni ko'payib qoldiki, shu bilan insonlar hayot kechiryapti. Ya'ni birovlarni mablag'ini o'zlashtirib, uni haqqini bermasdan aldov yo'li bilan shunaqangi xiyonat ishlarini qilib yurganlar bor. Bu haqida Rasululloh akram alayhisolatu vassalom bir odamdan qarz olsa, agar shu olgan qarzida halollik bilan, to'g'rilik bilan olsa, ya'ni qaytarib beraman degan niyat bilan olsa dedilar, Alloh unga yordam beradi, najot beradi. Agar qalbida g'arazi bor, mana shu qarzni olib uni halok qilaman, unga qaytarib bermayman degan ma'noda olgan bo'lsa, Alloh taolo shu olguvchini o'zini Alloh taolo mana shu ishi bilan halok qilishligini aytganlar. Ya'ni Alloh unga kasod qiladi uni. Haligi birovdan mablag' olib ham qaytarib bermaslik bilan birovning haqqiga xiyonat qilyapti va o'sha niyati bilan o'sha ish ustida Alloh taolo uni halokatga uchratadi. Agar niyatida Robbim shunga muhtoj bo'ldim, shu bandangdan shu omonatni olaman, inshaalloh qaytaraman degan yaxshi niyat bilan qilsa, Alloh taolo shu insonga Allohning o'zi yordam berar ekan. Rasululloh alayhisolatu vassalom mana shu qarz oldi, berdi masalasida buni ta'limini aytganlar. Ya'ni bu ham o'sha bir insonni yuqorida sanab o'tgandek ikkita haq, qarzdorlik, birinchisi Alloh bilan bandani o'rtasidagi, ikkinchisi banda bilan bandani o'rtasidagi haqlar qatoriga kiradigan hozirgi kundagi eng bir nima deydi, odamlar o'rtasida ko'p bu narsa uchraydigan holatlarga aylanib bormoqda. Ya'ni buni odamlar buni o'ziga kasb ham qilayotganlar bor. Bundan Allohning o'zi saqlasin. Tashakkur domla. Bugun shu haq masalasida, birovning haqqidan qo'rqish masalasida, Alloh taoloning haqqi xususida suhbatlashdik. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin, ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Hammalarimiz ham haqlarni to'laligicha rioya qilishimizni, birovning haqqidan qo'rqib, o'z vaqtida ado qilib yashashimizni nasib etsin. Alloh taolo ikki dunyoda yuzlarimiz yorug' qilsin. Mo'min musulmon yurtdoshlarimizni ham Alloh taoloni buyurib qo'yganidek amal qilib, Rasululloh alayhisolatu vassalomning hayot tarzlariga muvofiq hayot kechirishliklarini hammalariga nasib ro'z aylasin. Tashakkur domla, bugungi shu ko'rsatuvimiz uchun vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun tashakkurlarimizni, o'z minnatdorligimizni bildirib o'tamiz. Muhtaram azizlar, shuning bilan juma suhbati ko'rsatuvimizning bu galgi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi Islom ota jome masjidi imom xatibi ustoz Yo'ldoshali domla Karimov bo'ldilar. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.